Blogerlar sudda qatnashgan. Birodarlar, sudning hukmi chiqdi, qatdan olib qo'yapti deydi. Hammasi dadasi ham murojaat qilib chiqdi. Bu saytlarda ham turibdi sudning hukmi. Ochib o'qib ko'ring, yaxshilab o'ylab qilib ko'ring. Blogerlar xalqni aldagan, nagli aldashgan. To'satdan potrab ketishdi. Men hayron qoldim. Sirojiddin media chiqib to'xtamasdan anaqa qilyapti va shunaqa narsa shakllantirishyaptiki, meni haqorat qilishyapti. Ana To'laganov, Jahongir To'laganov degani kuchanib olib, chiranib olib, undoq qilib tashlayman, erkakmisan qilyapti. Otabek telefonida aloqaga chiqyapti-da, Otabekni bilmasdim bunda men bunga aralashganligini. Otabek Jo'rayevmi? U bilan keyin yana yangitdan jonli efir qilyapman-da, u bilan suhbat qilyapman. Suhbatda eshitgan bo'lsanglar, u ham ma'lumot yo'q masaladan, mavzudan aloqasi yo'q. Tushunmaydi. Faqat unga aytishyapti, ha, murojaat bo'lgan, murojaat bo'yicha yoritishgan. Juda katta ehtimol bilan pulga qilishadi. Endi menga juda ko'p odamlar narsa tashyapti-da, 70 million kredit olgan, o'sha kredit pulini blogerlarga bergan, tekshirilmagan ma'lumot bo'lgani uchun men bularni indamay turibman. Hali bu gaplar nima bo'ladi ko'ramiz. Endi bunaqangi to'polon to'sib bo'lib ketgandan keyin ayolni o'ziniga telefonini berib, o'zini qildirishyapti. Men boshida aytayapman, men ayol bilan gaplashmayman. Yo'q, gaplashasan deyapti. Meni zinoda ayblading deyapti. Yo'q, zinoda ayblamayapman deyapman. Bu yaxshilab e'tibor bersangiz, sizni tarafingizni olyapman deyapman. Qanaqa tarafim olyapsiz? Axir shu videolar tarqamasin, to'xtasin deyapman. Sizni yalang'och videolar chiqib ketdi. Kim tasavvur qiladi shuni? Birorta mahramingizni tuhmat qilingan bo'lsa ham. Masalan deylik, tasavvur qilaylik, tuhmat qilingan. O'sha videolar tarqalishligini xohlaysizmi siz? Mana shu videoni ko'rdinglar, mana meni mahramim shu ayol tuhmat qilingan deb tarqashni xohlamaydi, hech kim odam xohlamaydi. Sal masalani yana chuqurroq o'ylasa. Ana shuni aytyapman, sizni himoya qilyapman asli bilsangiz. Sizni davay, ha barakallah deyotganlar asli sizga qarshi. Sizni qizlaringiz bor ekan, farzandingiz bor ekan, umrbod qolib ketadi bu. Har bitta video tarqagan sari. Bolalar katta bo'lganda ko'radi buni. Tuhmat bo'lsa ham ko'radi. Shunda aylantirishyapti-da, bara mak bo'lib qoldi, javob bera olmaydi. Xotinni o'zi ham hangradingiz deyapti. Men keyin o'ylanib qoldim, to'xta dedim. Men masalaga chuqur kirmagandim o'zi. Masala boshqa edi. Yuqorida aytganimdek edi. Umuman, yoshlar ehtiyot bo'linglar, tarqatmanglar buni. Meni nazdimda shuni bemalol tarqatayotganlar, shu orqadan pul topayotganlar dayus deyiladi. Qani bitta dayus palonchi deganim yo'q. Sigaret chekkan odam meni nazdimda kashanda deyiladi. Aroq ichgan odam mening nazdimda alkash deyiladi. Shunaqa deyishga haqqim bormi yo'qmi meni? Bular bor-ku, ey do'stim, o'sha Azamatjonga ham boshqalarga ham, u o'zbek xalqi, ukalarim, akalarim, bular menga qarshi turgan hozirgi to'da jamoa. Meni jumlamda yuridik ma'noda haqoratni hidi sezilsa sudga beradi bular. Tayyor yozgan ham ancha-munchasi. Nimaga ijro bo'lmayapti? Chunki Abror shaxsni bu yerda haqorat qilmagan. Misol keltiryapti o'tda. Buni yaxshi bilganligi uchun bular meni ovozimdan shuni chiqarib yormoqchi. Men bularni menga dushman bo'lishligi, tajovuz qilishligini o'yladimda, to'xtab o'tdi, boshqa narsa bor. Shunday tahliliga kirsan, blogerlar sudda qatnashgan. Birodarlar, sudning hukmi chiqdi, qatdan olib qo'yapti deydi. Hammasi dadasi ham murojaat qilib chiqdi. Bu saytlarda ham turibdi sudning hukmi. Ochib o'qib ko'ring, yaxshilab o'ylab qilib ko'ring. Blogerlar xalqni aldagan, nagli aldashgan. Nimaga? Prosmotr zo'r bo'layotganligi uchun. Nimaga? Zakaz bo'lishi mumkin. Nimaga? Noxolis bo'lganligi uchun. Bularning hammasini men sud boshqa mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilish kerak deb o'ylab qoldim oxiri. To'rtta bloger uyushib olib, bitta odamni yig'latib, videoga olib, orqasiga muzika qo'yib, butun boshli xalqni aldab hissiyotiga o'ynash. Oxiri yaxshilikka bormaydi, do'stlar. Men uyni tozalagani borganman deb anaqa yozgan, tushuntirish xati yozgan birinchi kuni. Tushuntirish xatini o'sha soliqchi bor-ku, soliqchi o'zi olib borgan mashinasida. Meni nomimdan meni xodimim yozsin deb xodimimni chaqirgan.
Xodim kelib yozganman, Mardikor bozoriga, Mardikor bozor emas, o'sha uy tozalaydigan xotinlarning oldiga bordim, shu xotinni olib keldim 200 ming so'mga degan. Bularning hammasini blogerlar sudda ko'rgan. Chiqib birortasi bu haqida gapirmagan. Keyin vaziyatga qarab u direktor ayol bunaqasini o'zgartirgan. Fikrini o'zgartirgan, ya'ni holatni gapini o'zgartirgan. Pul so'ragani borgandim degan. Xuddi boshqa odamlar bor. Nimaga sen buni ko'chadan olib keldim degan so'roqlar bor o'tdi. Ikkita ekspertiza qog'ozi turibdi, ikkita. O'zi ham aytibdi-ku Shohruh G'iyosovga. Ko'rdimi sudda ikkita ekspertizam bor meni urganligi to'g'risida deyapti. Ekspertizani ko'ringlar. Urganligi aniqlanmagan. Ikkinchi ekspertiza dori ichib o'zini o'ldirishga harakat qildi degan shov-shuv. O'ldirishga harakat qilgan birorta dori topilmagan. Ichmagan dori. Tribol ichgan bo'lgan, yana bitta odatda ichib yuradigan bo'lgan. Xulosasi bu o'zini o'ldirishlikka moyil ayol emas. Hayotga ishqibozligi bor deb xulosa bergan ekspertiza. Ikkita ekspertizam bor. Matnni tahlil qilmasangiz qo'rqasizda, ha, voy. Ekspertizasi bor ekan deysiz. Yo'q, ekspertizasi bor. Bu xotin aytayotganda singari buni urganligini tasdiqlovchi ekspertiza yo'q. O'zini o'ldirishga uringanligi haqida ekspertiza xulosa bermagan. Yolg'on. Buni blogerlar bilgan. Blogerlar buni bilgan va xalqni ogohlantirmagan, qarshi tarafni yoritmagan. Qamalganlar nimaga qamalgan? Ular xizmat doirasida qamalgan. Xizmat doirasida. Birov uyga so'ramay kirib bordi, videoga oldi, sir bo'lgan, maxfiy bo'lgan, ikkitasi balog'at yetgan-ku bular. Qonunchilikda balog'atga yetgan, men roziman, mana shu bilan jinsiy aloqa qilishlikka roziman desa hech kim hech narsa qila olmaydi. Qonunchilikda shunaqa. Ha bular olib chiqib shuni tarqatdi degan. Bechora qamalganlar aytgan, biz tarqatmadik-ku. Qamalguncha video chiqmagan ularda. Erkaklik qilgan ular. Tarqatmaymiz degan tarqatmagan. Katta ehtimol bilan qaysidir blogerda video bo'lgan. Men million marta aytyapman, bizning qo'limizda fleshka bor, hamma narsa yetarli deb turib, yana sizlar gapirishni to'xtatmayapsizlar-da. Vaziyat chiganlashib, hozir qaytadan advokatlar bularning ustidan yozgan. Ham tipirchilashimiz sababi ko'zinglarni ochinglar do'stlar. Bular nimaga tipirchilayapti? Bularning ustidan ariza yozilgan. Xalqqa yolg'on ma'lumot berganligi uchun bular uyushgan jinoyatchilik ma'nosida javobgarlikka tortilish xavfi bor hozir. 4-5tasi. Bu ayolni o'zini ham javobgarlikka tortish xavfi bor. Yolg'on ma'lumotlarni bergani uchun. O'shaning uchun bular nima qilishgan? Shart videoni qo'yib yorib, yana boshqatdan anaqa ko'tarish, shov-shuv ko'tarish bo'lgan bo'lishi mumkin. Men buni ham aniq bitta gapirmayman, kim tarqatgani noma'lum bu. O'shaning uchun men bu masalada xolislik tarafdoriman. Boshidan beri shu bir xil gapni gapirib kelyapti Abram Muxtarali. U ayolga ham seni tarafingni olyapman deganim, agar seni majburlab yechintirib shunaqa qilgan bo'lsa, u odamlar vahshiy odamlar, ularni qamash kerak, maksimum qamash kerak deyapman. Ikki tomonni yorityapmanmi? Ikki tomonga bir xil qarayapmanmi? Ha, lekin siz tuhmat qilayotgan bo'lsangiz-chi, direktor xotin tuhmat qilayotgan bo'lsa-chi, bu ham javobgarlikka tortilish kerak. Qonun ishlash kerak do'stlar. Domla, assalomu alaykum. Shu masalalarda aldanib qolmaslarimizni, yoshlarimizni shu masalalarda aldanib qolmasligini e'tiborga olib gapirdim. Menga nisbatan bunaqangi xuruj, bunaqangi nomardliklar bo'lishligini bila turib gapirdim. Sizga kerakmidi mayda-chuyda gap bilan aralashasiz. Bu mayda-chuyda emas. Meni nazdimda mas'uliyat. Allohdan qo'rqqan har bitta odam bu ishni qilish kerak bo'lgan ish. Ko'rib turibsiz, hammani tortib ketishyapti jahannamga qarab. Indamay o'tirasizmi? Bu yerdagi jahannam anaqa ma'noda. Majoziy ma'noda, ya'ni olovga tortib ketishyapti. Jarga itarib olishyapti. Ko'rib turibman-ku men. Gapirsangiz sizni muammo qilishadi. Abrorga problema qilishadi. Tupurib qo'yganman problemasiga bo'ladi. Men shu kungacha birortasini o'yladimmi shularni mulohaza qilib, qo'rqib indamay o'tirdimmi? Abu Salohlarga gapirayotganimda jonimni tikmaganmanmi men? Ha? Hujum bo'lsa, suiqasd bo'lsa menga qilishadi. Ularning makriga aldanmay qutulib qolgan siz yutasiz. Meni qo'ying. Shuhratga ham aytdim. Shuhrat meni eng yaqin ukalarimdan u. U ham o'sha hozirgi informatsion propagandada ta'sirlanib, o'zi asli u menga go'yo rahmi kelib gapiryapti u ham. To'g'ri tushunaman, Shuhratni harakatida
gaplashgandan keyin mana hozir ma'lum bo'lyaptiki, ha u sizni obro'sizlantirishyapti. Men aytdimki, menga kerak emas-ku obro'. Kerak emas, menga necha tonna obro' kerak. Menda bor beraman, hammaga beraman. O'shaning uchun do'stlar, Allohning nazdida suhbatdan ko'zlangan maqsad ham shu, to'kilmaslik odamlarimiz kerak. Fikrni to'g'ri tahlilga yo'naltirish. Eshitgan gapiga ishonib ketib qolmaslik.